Sen yangilikni gördün mü? Hobi mi? Yomon ana keldilar lekin gördün mü? Düşürüp versem. Çok baga deb o'tdi ha. Düşürüp versem. Hobbi nao ko'rsatirsa desangizlar, avval bir de boshqasi duraradi. Tozasi qaranglar. Duzlisi va duzsizi shuda kiloli постоянный свежий shudayni tombondan qo'yib turadilar. Bir de paketlari bor o'zini. Shuni paketini solib olinadi. Olgandan keyin ayla kassa bor, kassaga borib o'lchamlari, yana kodlari bilan keyin sizlarga bahosini chiqarib beradilar. O'sha bahosi bilan kassaga borib pul to'laysizlar. Pul to'lashdan chiqmasin. Bir dona ikki dona chaqib ko'rsak bo'ladimi desangizlar, bemalol bir dona ikki dona chaqib bo'ladimi chaqib ko'rsak? Chaqib ko'rsa bo'ladi. Lekin mazali garantiya axir. Qo'llar Chaqib ko'rsa bo'ladi deb vosita ichida 200 so'ra kelib birsada, berini to'ldirib. Yinami chaqib. Qo'llar tutmay. Tavsiya etamiz degan hobbini. Qo'llar Shunday 1 minut bo'ldi. Qo'llar